Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa mana ishdan videoni boshladik. Shu o'tgan safar yuk tushirgan joyimizdan chiqdim. Mana 2444 kilometrdan boshladik. Yukgacha 323 kilometr. O'tgan safar adashibman, ikkita yukda bitta yuk ekan. O'sha haligi постоянный yuk yuklaydigan joyimiz Germaniyaga, xullas. Videoni kuzatamiz do'stlar. Yukimizgacha 73 kilometr qoldi. Примерно 1 soat. Mana shu dengizda ko'rsatmoqchi edim o'tgan safar. Bittalab havo yoppa bo'ldi, keyin videomiz ham zo'r bas. Men aytdan ham misol mana qaranglar. Kemalar, plyajlar, har xil bir dam oladigan maskanlar. Biz dahshat, Perevali ham dahshat tushib ketyapmiz. Ama yukim yo'q. 88, 90. Bilbao'ga kelib qoldik. Bilbao'dan o'tib o'sha yuk yuklaydigan joyga borib ko'ramiz. Bugun yuklasa yuklavordi, yuklamasa ertaga yuklaydi. Ko'ramiz, o'zimiz ham vaqtimiz yetsa. Voy, qaranglar. Mana shularga adashmadim, gastnitsa bo'lsa kerak, dom ekan, bilmadim. Dom ekan. Yukda yuklab yuborishdi bugun. Ma chislo setdagi edi. Yuk tayyor ekan, yuklab yuborishyapti. Rampadan temir yuklayapmiz. Bular chataq joy ekan. Orqada parkingi bor. Eng qiziq 15 minut vaqtim qolgan parkingga chiqishga. Bilmadim. Orqada eda qolyapsam, chiqoqimchilik ekan. Yoqmayapti. Ko'ramiz hozir. Yuklab olaveraylikchi. Xayrli tong, soatimiz 3:59. Через 600 метров сверните на съезд. Hozir birinchi o'rinda qiladigan ishimiz shu kecha yuklagan joyimizdan zapravkaga 15 kilometr zapravkani qilamiz. Shu bilan sekin Fransiya tomonga qarab yuramiz do'stlar. Сверните на съезд. Eng qizig'i ko'chada mendan boshqa itam yurgan yo'q. Uni qaranglar, orqada ham hech kim yo'q. Oldi, вообще mashina yo'q. Lekin bir tomondan kechasi yurish yaxshi, mazza. Asab buzarlik ham buni. Shell zapravka. Sahar 4 da suv berdi zapravka qilganimizga. Pechene beradimi, bir balolar berishadi zapravka qilsak. Bo'ldi do'stlar, ketdik endi. Soat 10:06. 10:00 oldi biz Ispaniyani tugatdik do'stlar. Mashqdan o'tsak Fransiyaga o'tdik. Yangi ko'rayotganlarga mana o'ng tomonda yana znak turibdi, Fransiyaga kelding deyapti. Yangi ko'rib turganlarga nima demoqchiman? Bu post yo bir narsa emas, bu platniy doroga. Ya'ni yo'l to'lovlar mana shu yerda amalga oshiriladi. Bu qanday keyin kommentariyada o'qidim, aka yo'l to'lovlarida o'zlaring to'laysiz, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi deganlarga do'stlar. Ko'p davlatlar bunaqa apparatlar bilan to'lanadi. Mana shu hozir Fransiya, Italiya, Ispaniya, Belgiya ko'pga javob beradi. Xullas, mana yerda turibdi, yorug'da. Ko'zlaring tushgandir, oldin mana yerda turardi, pastda labo'yda. Germaniyaniki bo'lsa mana o yerda nimasi turibdi, antennasi tipa datchigi. Biz to'lamaymiz yo'llarda. Keyin yana kommentariyada o'qidim, xarajatlarni xo'jayinlar qilib beradimi? Yo'q, xarajat o'zimizdan. Xarajat o'zimizdan do'stlar. Xarajatga kelsak, u ham kommentariyada yozilgan. Hamma
darala o'qiganman. Ular shunaqa, biz Fransiyadamiz. Bag'i endi Parijga qarab solamiz. Xayrli tong do'stlar, kecha kelib kuppa-kunduz ishimni tugatdim. Soat 4 dan o'tganda ishimni tugatib to'xtaganman. Xabarlaymiz Ozod aka, yana Ag'dan yukni yuklab kelyapti. Demak, bizda yangilik bor. Parijda ko'rishadigan bo'lyapmiz. Parijda yonveradi parkingda. Kelib, xullas Ozod aka to'xtaydi. Men ham ba'dan borib to'xtayman. Yangilik Parijga sayohat qilsak kerak. Yana bilmadim. Soat mana 1:33 bo'ldi. O'sha 9 soatdan ko'p turib qo'ydim, o'sha 10 soat. Shu turib yuramiz do'stlar. Yo'lda hozir kirib olaman. Kirib boshlanadi, parking bor ekan. Kirib to'xtab kirib olaman. Kecha kechqurun vaqtim yetmadi mana shu zapravkaga. Kecha kechqurun emas, o'sha kunduz 4larda to'xtadim, vaqtim yetmadi. Mana mashinam, mana kira mashina. Demak, 12 euroga kiryapmiz, 3 euroga quritamiz. Общий 15 euro. Bu katta kir mashinani soldim. Bunisi 5 euro ekan kichigi. Mana 9 kilo 5 euro, 20 kilo 12 euro. Bu sushka. Mana katta, juda ham katta zapravka. Kecha yetib kela olmadim. Hozir kirib yuramiz. Parijda yonidagi mana shunaqa yana bitta katta parking bor, o'shga borib to'xtaymiz. Ozod aka Ag'dan keladi sahar. Biz borungacha mashinalar tozalab netib, prostina, pastel hamma yo'qni yuvyapman xullas. Kellar mashinani tashlab qo'ydim. Yetib keldik. Ozod aka bilan 2 minut orqa-orqa keldik. 5:37 bo'ldi sahar. 3645 kilometrda to'xtadik. Parijga 20-30 kilometr yetmasdan to'xtadik. Demak, qolgan nimamiz yukgacha 543 kilometr qoldi. Buni rejasini tuzamiz. Demak, hozir 3-4 soatdan uxlaymiz. Ozod aka bitta balonini qo'yib yuboryapti, uni alishtiramiz. Ishda ishlar bor. Retardasiga yoqib berishim kerak. Shu sababli ham ko'rishdik. Keyin Parijga harakat qilamiz. Hozir yotib uxlaymiz. Biz magazinga yo'l olganman, Samogatda. Avtoban. Havo zo'r bo'lyapti. Shabada bor, quyosh ham bor. Xullas yaxshi. Magazinda ozgina kamchilik bor ekan, o'shalar olib sekin qaytaman. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Kanikul sezon deb mashina aytadi, qaranglar. Yengil mashinalar bor, furalardan ko'p. Zapravkalar jiq to'la. Kechalari ko'chalarda maytda yotib uxlashyapti. Chunki kanikul aqa borishadi, aqa kelishadi, dam olishadi. Mana shunday katta zapravkada dush xush qilib chiqdim. Parij atmen bo'ldi. Sabab ekskursovodlar kelmadi bugun. Biz zakaz qilib qo'ydik. Ozod aka bilan ekskursovodlar kelmadi. Shu sababli endi boshqa safar Parijga sayohatimiz. Bugun bozor, kecha damda oldik, bugun damda oldik. Hozir bitta obed qilamiz, shu bilan yotib uxlab kechasi yuramiz. Ertaga где-то obedga yaqin olib borib yukni tushirib yuborish kerak. Ular obedgacha ishlaydi, bilasizlar, soat 2 gacha. Shu sababli borib tushirib yuborish kerak yuklarimizni. Demak, hozir obed qilib yuramiz. Kechasi yuramiz. Ko'ryapsizlar, avtobuslar ham bitta emas. Ikkita, uchta to'lib ketyapti. Odam rosa ko'p. Zapravkadan chiqqanda mana shunaqa qilib birinchi qo'yib olganmiz mashinalarda. Naveslar qilib, nimaga quyosh tushmasin shunday qilib o'tiribdi, chiroyli bo'lib. Ozodbek aka, damni olyapsizmi? Shunday sharoitda o'tiribmiz do'stlar. Parking, juda to'la bas parking, joylar bor.
Soat 21:37 bo'ldi. Parkingdan yurganimizga 10 minutcha bo'ldi. Parijga kirib ketyapmiz. Kartani qarasam, вообще probka deyapti. Kechasi 5 probka o'tib ketaman dedi. Bu Parijdan hamma narsa kutsa bo'ladi. Mashinaga yurasizlar, hali ham ko'p bor-ku. Hamma kanikuldan qaytyapti. Qaranglar qani. Hali probka boshlangan yo'q shuncha. Вообще oqim, вообще ko'p. Ertaga yursam ham bo'lardi. Bugun yurganimiz sababi kechqurun Parijdan o'tib turib, borib Belgiyada birorta joyda qamoqchi edim. Ko'ramiz, balki vaqtga qaraymiz, ja bo'lsa yurib boramiz oxirigacha xullas. Yuk tushadigan joyimizgacha. Yuk tushadigan joyimizgacha 539 kilometr do'stlar. Xohlasan shu to'g'ri bu Parijdan. Atak. Hozir kelyapmiz-da probkaga o'zi. Boshlandi. Ahvol вообще chatoq. Через 800 метров покиньте автомагистраль. Ichkaridan ham Parijdagi o'zidan kichkina kalsiyodan ham bes qilaman desam, atam вообще nasiniga kiryapmiz. Borib. Soat 1dan 8 minut o'tdi. Biz Belgiyada biz xudo xolasa. Belgiyaga kiryapmiz. To'g'ri. Hozir parkingda sranani alishtirdim. Demak, yuk tushadigan joyimizgacha 290 kilometr. O'zing bilamasizlar, shu mashinada 9 soat dam olib turib, endi hali shu yurishim kerak edi. Planlar o'xshamadi Parijda. Tushib bol degan plus hisobim chiqmadi. Agar bunaqa qilib yursak, yuk tushirgan o'lgaymiz. Shu sababli, короче, oxirigacha yuramiz bugun. Sahar yetib boramiz, endi 2-3 soat uxlaymiz. Firma ochilsa yukni tushiramiz, undan keyin yana 2-3 soat vaqtimiz bo'ladi. Yuk bersa yukni yugrab qo'yamiz Italiyaga. Yuk bermasa, dam olamiz. Kechqurun yurishdi. Bir tomondan yaxshi tomoni avtobanlar bo'sh bo'ladi. Bemalol, chotki. Azali yurasan. Eng yomon tomoni kechasi yo'l tozalash, remont. Taqqayta avtobanni polni bekitib qo'yadi. Aylanib o'tishga to'g'ri keladi. Maytdagi hozir bitta balasani yopgan. Problema emas. Albatta o'zi anchadan beri remont, biz o'yinga tushib kelarmidik, o'yindan ketamiz. Mana nihoyat yurib bordim, yetib keldim. Do'stlar, telefonda pamyat tugadi. O'shaning uchun Belgiyadan keyin ba'da video qila olmadim. Yetib keldik. 5:25 bo'ldi. 4200 kilometr общий bo'ldi. O'sha reysimiz. Garajdan chiqib, oxirgi yukgacha. Agar garajga borsak, yana plus 100 kilometr 4300 kilometr bo'ladi. Pamyat вообще to'ldi telefonda. Bitta приложение удалить qilib, video qilib qo'yapman. Xudo xolasa yetib keldik. Obunachilar, bizda yangilik bor. Xursakam eski va transport firmamdan mana yana bitta insonga assalomu alaykum aka. Yaxshimi? Rahmat, tinchlik. Charchamas. Yaxshi olaymi aka? O, azobli. Erva transportni hurmatini qaranglar. JLmi, nima JLsmi, nima bu? Xursakam keldi. O'sha bizga bitta shopir kerak edi mana. Erva transport. Ashta Mercedes ber. Hali yakka shopirlarga, srochnilarga jo'natadi shunaqani. Qattiqdan o'ngaraylar.
Полный panorama. O'shtaga mashinani topshirdi, bizni firmaga o'tyapti do'stlar. Xudo xolasa alohida video bo'ladi o'shtaga kelganda. Hozir narsalarni bir yo'la tashlab o'tib ketay deb kelyapti. Sensatsiya. Birinchi marta ko'ryapman yo'l transportda mana shunaqa mashina berganini. Qaranglar. Dahshatmi? Prическani o'zgartirganman. Prическani. Xullas Gollandiyadan oxirgi bo'lgan videoyim, Ispaniyadan kelayotgan videomiz Belgiyada nimamiz tugab qolgan. Pamitimiz. Undan keyin yana bitta borib keldim, o'shani davomi bu do'stlar. Hozir ham oshdi yiryapti. Xayrli tong do'stlar. Damlar tugab kecha dushanba edi. Uyga tushirdim. Mashinani yana retardasi ish ko'rsatdi. Bu safar yana o'sha o'tgan safar qilingan ayb o'sha sanidan korobkaga yog' o'tib ketgan. Ustaxonadaman yana o'sha ustaxonada. Pritsepimona. Kecha kelganman, kecha bir qatorni ko'rishdi, yog'lari yo'q hammasi. O'sha aniq bugun retarddan o'tishadigan edi. Mashina 2 kunda tayyor bo'ladi. Hozir mana bazaga tashab qo'yamiz deyishgan, bilmayman. Kecha aytishgan. Tashab qo'yamiz deb bugun qolaver. Shunaqa 3 kunimiz o'layapti. Yana oylik to'laydi-yu. Просто 3 kun nezashto yotamiz. Ko'ramiz, qani olib kiraylik-chi, haliroq habitda olib kiramiz, ko'ramiz. Nima bo'ladi, nima qo'yadi. Yomg'ir olma kechadan beri tingan yo'q. Pishi. Eringan yo'q. Короче, mashinani bugun ham ochishmadi. Xullas, olib kirishda ertaga ochishadi, chatishadi, nimadan ayb. O'tgan safar salni qo'yganimizda joyi chataqdi edi. Avtoban. Joyi chataqdi ishodi. Bilmayman, ochib ko'rishadi hali 1 kun, 2 kun. Uzoq 3 kunda bo'lishi kerak. Sababli samokatda sekin hozir vokzaldan bazagacha. Poyezdda 2 soatlik yo'l, maga mashina 55 kilometr. Hozir poyezdgacha boramiz. Poyezdda garajga ketdi. O'sha 2 kun bo'lsa, 2 kun, 3 kun bo'lsa, 3 kun dam olib qamagani. O'zi endi damdan chiqdim. Shuna bog'liq. Vokzalga keldim, vokzal. Basi ko'chada xullas poyezd. Keldilaring mana одноразовый bilet mana bo'ladi. Bitta bo'lsalaring 740 turadi, velosiped bilan bo'lsalaring mana 11.80 ekan. Men velosipedsidan oldin metalaring samokat yig'ishtiriladi. Jinnani yo'q olaveraman. 740 qoldim. Demak, bugun 24 soat VIP yuraveraman shunda. Shunaqa bizda noise-gacha hozir kartani ko'ramiz. Ketamiz. Birinchi poyezddan tushdik. Xullas bu tomonga o'tib endi ikkinchi poyezdga chiqamiz. Gladbachga borib turib, keyin o'zimiz qishloqdagi nimaga, hammasi 4ta 5ta ostanovkada. Shu hozir mana shu keladi 17:29 da keladi. Shunaqa do'stlar. Birinchi oxirgi poyezdda biz Ajdaniya bo'ldi. Ajdaniyadan keyin bunaqa eski bir chiragan poyezd keldi. Resmen eskicha variantini ham ko'rib qo'yinglar, deb yangida yuramiz. Bas bo'ldi, oxirgi ostanovka hozir tushaman. Bu Xo'jayinni mahallasi bog'larda ko'p yurganmiz. Xo'jayinda yashaydigan joylari shekillar. Halol magazin shunga o'xshagan hali joylarga kelardik o'sha joylar. Mana eskiga. Zo'r tiniq yuryapti. Ruchkalarni ko'rasizlarmi? Mexanizm.
Mana o'sha o'zi ishlar avtobanimizdan o'tyapmiz. O'tdik. Endi o'tamiz. Mana biz yetib keldik. Nagayenimiz. Dölkinga keldik deyapti. Mana o magazinlarimiz постоянно keladigan. Biz yetib keldik. 20 tezlikda donorda oldim, mayda juda oldim, ertaga yegani, netkani, o'zingga. Qishlog'imga yetib keldim. Qishlog'im shu Makinstein. Mana promkani nomi, promzonani nomi. Mars shokolad zavod. Bizning garaj mashinalari. Xavotirga o'rin yo'q, xudo xolasa yetib keldim. Mana Makinstein. Yomg'ir 2 kundan kechadan beri tingan yomg'ir qaranglar. Hamma yo'q. To'la bo'lib ketibdi. Zerikib qorin ochdi, erinib ko'chaga chiqdim. Mana shunaqa bir atmosferada o'tiribman. Xuddi kuzda beryapti, ko'ryapsizmi? Ata yam-yashil. Nima qachon tushgan bu barglar? Samokat, короче, singan joyidan yana sinyapti. Zo'rg'a yetib borsam kerak. Ishla magazinga bormaydi, juda oldim. Sushi. Anchadan beri yeyman deb yurdim. Keyin bir ikkita instrumentlar oldim, men borganda ko'rsatdim. Bunaqa oddiy joy topib oldim, qaranglar. Salqin, jimjit. Kelinglar sushiga. Asad ekan. Bazadami? Xullas ozgina shakar olib qildim. Salat, shakar olib emasdi. Aralash. Osh damladim. Osh damlangan. O'zimga o'zim aytadi, bu tip bor. Hali olgan narsalarim oldim. Ko'rsataman deb va'da berdim. Pistolet oldim. Pistolet bu nimaga deganlarga edi. Germetik o'shanaqa pistolet. Bunaqa o'zimda zo'ri bo'lgan. Yo'qolgan. Xo'p. Undan keyingi narsa bunaqa elektrikaga ishlaydigan narsa. Nima deydi? Hali sim ochib, sim tozalaydigan. Xullas elektrik narsasi. Bitta skidka bo'yicha buni. O'sha nima bas olib qo'ydim. Payannik. Elektrический payannik. Qanday turadi? Xullas elektrический payannik. Shu 3 ta narsani oldim bag'da. Kechgalar yana original kepkalar hali olganlarimiz. Puma tapchka. Bu haligi stadionda olgan kepka. Olgani mashinada shunaqa. O'sha Mercedes kurtkam. Hop. Shunaqa gaplar xullas. Bular pechka yomon stvordi. Juda pasaytiramiz kerak. Bu ko'tarilib ketdi. Yengil. Yerdan daqasi bor, avtonomkasi. Bu o'sha havo aylantiradigan. Tevek qo'ysa voshshi aylantiradi. Pastga qilamiz, avtomatik aylantiradi. Xonalar issa o'zi bir xilda ushlab turadi. Ana nimani yasadim? Ko'rmayman magazinda. Olamiz. Orqasidan o'sha zavodskoyni ham solib qo'yibman. Nima soldim zavod. Xullas simdan yasadim buna qilib. Xullas bunday qaraganda o'sha o'rnini bosadi. Hozir qirg'alari bilan nima turibdi? Bu balandga o'xshab turibdi, lekin uni pastki qismi bor. Mana shu bilan bir xil.
deb turib, agar ko'zimga qo'yib turib, bunday qilsa, mana uni chizig'iga mana to'g'ri keladi. Ular ushlaydi. Boshqa variant yo'q, bilmayman, ertaga bir zavodskini topishsa ham, zavodskidan yaxshi bo'ldi mana u. Bilmayman, chiqib ketmaydi, aytsizlar. Uni gazda qizib turib, unga bosib turib, plastmaskaga bosib turib, ustidan termakli qo'yib yubordim. Buna narsalarga men boru, вообще aktivman buna narsa yasashga. Bu hozir to'g'ri kelmasa, agar boshqa holatda yasayman. 100% boshqa holatda yasayman. Shuning uchun hozircha bo'ladi degan umiddaman. Men buni tiqmayman, hozir shuni qo'yib ketaman, ertalab xo'jayimda ko'radi. Dalboy nima qildi ekan deb o'yladim-da, qarasa. Cho'ta boshqacha narsa, simdan yasalgan, yo'q bu o'ylagan. Hali eski nimasini topib qo'ygan degan, lekin men hozir mana sizlar bilan bunday teskari qo'ydim. Qaranglar, urin bir xil. Mana urinlar bir xil. Xullas, bu ushlaydi. Lekin bu jicha chiqishi kamroq, kamga o'xshayapti qaranglarda. Ya'ni endi qo'ysak, chiziq-chizig'iga mon chiqishi kam, ko'ryapsizlar. Mana yetarli, atay ushlaydi. 100%. Shunaqa do'stlar. Mana shu qo'ldan kelgancha bo'lmasa, yana bu qaytadan yasab beraman. Qaytadan yasaman, uni sal chiqarib beraman. Mana hozir yondan ham bilinyapti, qaranglar. Bu chiqqan, u sal kirgan. Chiqarib qo'yaman. Hurmat borligida, Shuhrat bittada yirib yuboribdi degan fikr bo'ladi. Hali yotidan bo'lamiz, ertaga Johirni kiyib borishim kerak. Kalman. Yomon kalmanki, ko'rasizlar. It. Buni bas. Xullas yaxshi tomonlar. Hozir ustaxonaga kelyapti xo'jayin. Yurdida zo'r mashinalar bor, ko'rsataman deb salonga olib keldi. Mashinalar haqiqatan yorib yuborishga ekan. Короче, batga kelib, tshatelно video qilish kerak ekan. Shu bilan ko'rib qo'ying. Eng qizig'i aytdi, Gelenwagen turibdi. Bu oxirgilari urus qaranglar. Чисто karbon. Dahshatmi? Haqiqatan zo'r mashinalar bor dedi. Любой turi bor ekan. Porsche, Ferrari. Maserati. Dahshatmi? Ağlarda sportkarlar turibdi. Muzey-da u них. Muzey. Да. Еще вон там спорткары. Shunaqa. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Yana poyezddaman. Bu safar poyezdimiz 2 etajlik teva past. Bugun bozor qaytyapman, xullas. Shanba kuni chiqib servisga keldik, mashina tayyor. Mashinani xullas olib chiqib o'sha yana ustaxona oldiga qo'yib Johirni oldiga kelganman. Kelib damni oldim 2 kun. Video qilmadim, to'g'risi bir xillik bo'lib qolmasin deb. Johir yana zo'r mehmon qildi, eski bozorlarga bordik, aylandik, netdik. Hozir biz hafta poyezdda Ko'lingga yetib keldim. Bundan keyin yana bitta poyezdga chiqaman. 6-7 taraf yurib, boshlarga yetib olaman. Bu hafta borib, pulni poyezdlik unaqa kunlar bo'ldi. Dahshat bo'ldi.
xullas yetib keldik. Poyezdda ko'rinishi do'stlar, oxirgi ostanovkam qoldi. Birinchi etajda ko'rdilaring, bu ikkinchi etaj, unaqa klass, nima deydi? Xullas. Biznes klassga o'xshagan, xullas. Uje mana bu yerda bagajlar, bu balolar turadi. Ko'linga pashta yetib keldik. Ko'ling ham 22:35 da. Haqiqatan vaqtida kelyapti. To'g'risi borguncha bilet olmadim. Qancha 250 kilometrcha oxirigacha. Bitta ham bilet olganim yo'q. Qaytishga ham olmadim. Hozir kontrolyor keldi. Qayerdan chiqding dedi. Men ikkita ostanovka haqini aytdim. O'sha ostanovkalar bilaman. Ay, yaxshi, 14 euro to'landi, bo'pti. Jinnini yoqdim yana. Mana 14 esa 15 euroga bilet oldim. Yarim yo'ldan. Agar Javohirda oldin olganda 25-30 euro bo'lardi. Qaysa qilib yuraveraman, jinnini yoqib olaman. Durakam всегда везет dedi. Shunaqa. Hali yana yurish kerak. Mana shu bilet bilan ketaveraman. Xabar yana jinnini yoqib. Alda tekshirmadi, mana shu katta poyezdlarda, lekin ketishimni tekshirmadi. Ketishimni вообще tekshirmadi. Nega rosa sarguzashtlar bo'ldi video qilishga, to'g'risi. Toqatam qolmadi, charchadim do'stlar, o'sha 1 yilga yaqin bo'lyapti. Miya ishlamayapti, shu sabablik вообще kontentlar ham kam. Yurib oxiri yetib keldim oshnamgacha. O'sha ustaxona, mashina, yerda bir turibdi. O'sha. Xullas, bir narsalar qilib yetib keldim. Ikkinchi poyezdga ham o'tirdim, 1 soatdan oshiq yurdim. Shunaqa do'stlar, ertalab xudo xolasa yukimiz Ispaniyaga yana ko'ramiz, bir qiziqroq kontent bo'lsa olaman, bo'lmasam bilmadim, ko'ramiz. Metsalaring, hali bu videoni ham montaj qilganim yo'q, pamyat to'lib ketyapti telefon. Shu sababli hozircha videoni shu yerda to'xtataman. Yangi kirganlar, yangi ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Qo'ldan kelgancha like patikga bosib kanalni rivojlantiramiz. Hozircha hammaga xayr, sog' bo'linglar. Yangi videoda ko'rishguncha.